and most importantly, the graduating class of 2026. Tonight is not just a ceremony. It's the culmination of years of efforts, resilience, and growth. You didn't just study here, you became who you are here. On behalf of everyone in this hall, welcome to the graduation ceremony. Hurmatli hamkasblar. Albatta, bugungi hayajon bu bitiruvchilarimiz ko'nglida, bitiruvchilarimiz ongida faqatgina bir marta bo'ladi. Bu ham bo'lsa, Toshkent shahridagi Prezident maktabini bitiruvchisi sifatida qanot yozar ekan. Albatta, hurmatli prezidentimiz ta'birlari bilan aytganda, yangi kelajagimizning, yangi O'zbekistonning 3-renessans poydevorining quruvchilari, bunyodkorlari va albatta mana shu oltin zaxiramizga biz ishonamiz. Har bir kashfiyot yangi tarix sahifasidir. Unutmang, buyuklik harakat va intilishdadir. Bebaho meros qoldirdim. Koinot aniq qonunlarga bo'ysunadi. Sizlar esa uni yanada chuqurroq o'rganing. Osmonga qarang. U yerda sizni buyuk kashfiyotlar kutmoqda. We extend our heartfelt gratitude for your contribution in order to bring up this generation, grade 11, which is the first batch who is completing all grade 7 years of Cambridge curriculum here in Tashkent Presidential School. Behruz Qobiloğlu, Jo'rayev Abdulloh Abdulhayoğlu, G'ulomov Pahlavon Farruh o'g'li, Mirsobirov Murodil Mirvohidovich, Murodov Muhammad Asfon Baxtiyorjon o'g'li, Olimov Davlatbek Umid o'g'li. Bo'lmaganni ojiz banda bo'ldir olmas. Onang kabi hech kim seni erkal olmas. Oqsa ko'ngling molu dunyo to'ldir olmas. Ota onam boy deb emas, ota onam bor deb quvon. Oh simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. Yig'lab qochardim, jahl qilsam hamma kulardi. Bolalik zo'r bo'lardi, yiqilsam yugurib otam kelardi. Bir erkalab o'pardi, yiqilganim shu on yetardim. Viva
Mr. Dilshad, thank you for helping us survive our chemistry failures. Mr. Anthony, thank you for teaching us cybersecurity so well that some people still joke we are ready to hack the Pentagon.